Sovg'alar tarqatadigan kun ham kelib qoldi bolalar. Bugun viktorina qilamiz. Simvollichniy podarkalar bilan отчётki qilib, to'g'ri qilib javob bersa, viktorinamizda pul yutuqlari ham mavjud. Obuna bo'lgan, obuna bo'lmagan bo'lsa ham bizga farqi yo'q. Bugun taksi prilojeniyada shoferlarni chaqirib va bular bilan men bu prizlarni, viktorinani o'tkazib yuboramiz. Birinchi haydovchimiz keldi. Aka, ismingiz nima? Assalomu alaykum. Xudosingiz aka, ismim Sasha. Ko'rgandursiz bizani. Aka, viktorina podarka bilan, pul bilan xudo xolasa yutasiz. Avtomobil haqida savol javobini beraman. Tayyormisiz? Boshlaylik. Bo'ldi aka, qarang. Birinchi savol. ABS degan so'z bor avtomobilda. Nima uchun, nima ma'nosi bor shu ABS so'zida? A. Tormoz uchun, B. Motor uchun, C. Ballonning nomi. Tormoz uchun. Tormoz uchun, a? Topdingiz aka, birinchisi tayyor. Ikkinchi savolimiz. Husniddin aka, avtomobil sotib olishdan oldin nima birinchi bo'lib tekshirish kerak? A. Salonni, B. Elektronikasi, C. Kuzovini. Kuzov tekshiriladi, geometriyasi. To'ppa-to'g'ri, topdingiz aka. Husniddin aka, uchinchi savol. Xudo xolasa uni ham topasiz. Eng muhimi, avtomobil kuzov tekshirishdan keyin yana nimani tekshirish kerak? Nimani bilish kerak? A. Yili, B. Probegi, C. Realniy состоянияni ko'rib olasizmi? Realniy состояниясini ko'riladi. Yili, probegi uncha важно emas. Состояние zo'r bo'lsa bo'ldi. To'g'ri, topdingiz aka. Husniddin aka, 4-chi savol. Уже finalga chiqyapsiz. Qarang, eshitganmisiz? Avtomobilga stage 1 qilinadi. Stage 1. Stage 1 nima degani? A. Motorni zamina qilgan. B. Chip tuning kompyuter orqali temirga tegishli joyi yo'q. C. Turbinani zamin qilish yoki turbinani qo'yish. Menimcha turbinani zamin qilish. Aka, topmadingiz, afsuski. Realniy to'g'ri ответ bu chip tuning programma orqali qilinadigan narsa. Bilib oldim ana siz bahona. Husniddin aka, 5-savol final. Aka, qarang, ehtiyot bo'ling. Lekin savolim juda ham nejniy. Aka, avtomobil qaysi rangi bilan eng sotish qiyin? A. Oq, B. Qora, C. Yarki rangli, qizil, yashil, sariq. Bashi variant. Qaysi? Bashi variant. Yarki. Yarki, nimaga olmaysizmi shunaqa? Nima kerak bor? Kim o'zini sota olmaydi? Gap yo'q aka. Topdingiz aka, gap yo'q. Aka, topdingiz. Nechta farzandingiz bor? 2ta. Ikkita podarka mana bu sizga. Yana pul yutuqlari ham bor. Serios. Farzandingiz 2ta ekan. Mana bu bizani nomimizda avtosalon Dubayda bularga podarak. Vaqtingiz uchun bilaman tirikchilikda yurasiz. Addushi, noto'g'ri deb o'ylamang. Aka, kichkina bo'lsa ham Keramat edi. Addushi. Aka, rozimisiz? Vaqtingizga. Akajon, rahmat. Addushi akajon. Ikkinchi haydovchimiz keldi. Hozir tanishamiz. Aka, ismingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nuriddin aka, ismim Sasha. Aka, viktorina savol javob faqat mashina temasida. Tayyormisiz? Tayyorman, xudo. Birinchi savol, akajon. ABS nomi nima degani, nima uchun avtomobilda bor? A. Tormoz uchun, B. Motor uchun, C. Avtomobilning markasining nomi. A variant, tormoz uchun. Tormoz uchun. Bilasiz, a? Gap yo'q aka, tabriklayman. Birinchi to'g'ri. Ikkinchi savol, Nuriddin aka, tayyormisiz? Tayyorman. Stage 1 avtomobilga qilinadi, eshitganmisiz? Eshitganman. Qarasho. Nima degani va qandoq qilinadi bu stage 1da? A. Motorda zaminasi, B. Chip tuning motorda faqat temiri almashtirilmaydi, faqat kompyuter orqali. C variant, turbinani qo'yish yoki almashtirish. B variant, kompyuter orqali. To'ppa-to'g'ri aka, tabriklayman. Ikkinchi ham to'g'ri. 3-savolimiz bolalar. Tak. Nuriddin aka, mashinani olishdan oldin odamlar birinchi bo'lib nima tekshirish kerak? A. Salonni, B. Elektronikasi, C variant, kuzov bilan geometriyani. Kuzov bilan geometriya. Nimaga aka? Chunki kelgan odamning oldiga ham mashina suviga butunmi degan savol beriladi. Bu suviga chunki kuzov bo'ladi. To'ppa-to'g'ri aka, tabriklayman. 3-chi ham to'g'ri. Rahmat. 4-chi savol ham tayyormanda. Nuriddin aka, tayyormisiz? Tayyorman. Aka, bilarmidingiz?
avtomobillarda, zamonaviy mashinada ESP sistema bor. Nimani bajaradi bu sistema? A variant sistema stabilizatsiya, B variant elektrousilitel rula, C variant ekonom rejimni yoqadigan narsa. A variant sistema stabilizatsiya. Gapi yo'q aka, 4-chi ham tayyori to'g'ri topdi. Va finalning 5-savolim ham tayyor. Aka tayyormisiz? Tayyorman. Final. Shundoq ham o'zi yutdingiz, lekin final bo'lish kerak. Harakat. Aka qarang. Nima uchun turbinali dvigatellar qattiq yurganingizdan keyin, tez yurganingizdan keyin srazu o'chirish mumkin emas. A variant перегрев bo'lib ketadi. B variant давление pasayib ketadi turbina bilan dvigatelda. C variant akkumulyator o'tirib qoladi. B variant давление pasayib ketadi. Aka adashdingiz. Adashdingiz. Nima uchun? Перегрев bo'lib ketadi. To'g'ri javob. Nima uchun tushuntiraman. Любой turbinada agar motor o'chirsangiz, agar moy aylanishini to'xtaydi. Turbinani sovutishda imенно moydan bo'ladi. Aka, tabriklayman. Yutdingiz. Hozir sizga вручение qilamiz. Nuriddin aka, nechta farzandingiz bor? Bitta. Aka, bitta. Mana Dubai avtosalon nomidan kichkina simvolichniy bo'lsa ham pодарок oling. И vaqtingiz uchun bilaman tirikchilikda yurasiz. Addushi rozi bo'ling. Kichkina bo'lsa ham pодарок Addushi aka. Rahmat. Tabriklayman. Xo'p. Aka, obuna bo'lib qo'ying bizga. 3-chi haydovchimiz ham kelib qoldi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Sarvarbek. Sarvarbek. Meni ismim Sasha, tanishgan xursandman. Tushundingiz, hamma narsa tushuntirdim. Viktorinamiz bor, mashina temasida savol-javob. Tayyormisiz? Tayyor. Birinchi eng yengil savol beraman. Tak. Xo'p. Nima uchun tabloda chek yonadi-yu bizda chek ошибкasi. Chek yongandan keyin uzoq muddat, uzoq kilometrni yurish mumkin emas. Nima uchun? A. Расход ko'payadi benzinda. B. Keyinchalik og'ir problemaga olib kelishi mumkin. C. Asabingiz buziladi, shuni ko'rsangiz. B. Keyinchalik og'ir problemaga olib kelishi mumkin. Gap yo'q, to'g'ri topdingiz. Ikkinchi savolim ham tayyor. Sarvarbek, tayyormisiz? Tayyor. Xo'p, ikkinchi savol. Nima uchun turbo dvigatelga har doim zo'r sifatli moy quyish shart? A. Ekonomiya uchun, toplivani ekonomiya uchun. B. Turbinani sovutish uchun. C. Turbina bilan motorda ovozi past bo'lish uchun. B. Sovutish uchun. Topdi, молодец. Topdi, to'g'ri. 3-chi savolim, Sarvarbek. Nima uchun avtomat korobkani odamlar kompyuter orqali adaptatsiya qiladi? Regulirovka qiladi kompyuter orqali. A variant mощность ko'paytirish uchun. B variant o'zingizni stilingiz, mana yurasiz, stilingiz o'zingizniki bor. Stil uchun sizga mo'ljallash kerak korobkani. C variant расходni pasaytirish uchun. A variant moslash uchun. Yo'q, A variant mощность uchun. O'sha uchun demoqchi edim. Mощность uchunmi yo moslash uchunmi? Mощность uchun. Adashdingiz. Yo'q. Gapirdingiz to'g'ri, tanlovingiz noto'g'ri, lekin imенно adaptatsiya qilish, moslash o'zingizning maniera yezdiga moslash uchun. Manyovrga. Manyo to'ppa-to'g'ri. Bilasiz endi. 4-chi savolim bolalar. Tayyormisiz? Tayyor. Nima uchun uzoq kilometrajiga, uzoq masofasiga avtomat korobkali avtomobil buksirga olish mumkin emas? A variant akkumulyatori turib qoladi. Chunki zavod qilmaysiz buksirda. B variant korobkani moy aylanmaydi. C variant tormozda перегрев bo'ladi. B variant korobkada moy aylanmaydi. Молодец, topdi. 5-chi finalniy savolim bor. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyormiz. Sizlar tayyormisizlar? Sizlar ham kommentga yozinglar hammasini. Tak. Nima uchun motor moyi har xil firmali, har xil modifikatsiyali bir-biri bilan aralashish mumkin emas? A. Rangi o'zgartiradi, motorda rang, moyda rangini. B variant moyni effektini pasayadi. C variant toplivani, mana benzinda yoki dizel bo'lsa, toplivani расходi ancha ko'tariladi. B variant qanaqa edi? B variant effekti, moyda effekti pasayadi. B variant moyda effekti pasayadi. Молодец. Tabriklayman. Hozir sizga podarkalar beramiz. Siz ham mana qarang.
bittasi topmadingiz, lekin baribir yutdingiz. Boya aytganimda prizim bor. Birinchi priz bu pulli sovg'a. Vaqtingizni ajratganingiz uchun обязательно men buni juda ham hurmat qilaman. Tak, bu ozgina bo'lsa ham, lekin bo'lsin. Farzandingiz nechta? Uylanmaganman hali. Ha, yo'g'i. Uylanmaganman. Qarasho, janlar bormi? Janlar bor. Nechta? 5 ta. Bo'ldi, qarang, 5 ta. 1, 2, 3, 4. Aka, oling. Pulni ham oldingizmi? Oldim. Tabriklayman, bo'ldi. Bo'ldi, kelib turing. Xudo xolasa. Bolalar, xudo xolasa, keyinchalik ham bunaqa viktorinani qilamiz yoki qanaqadir bizga maslahatli viktorina bo'yicha tema bo'lsa, yozinglar direktga, обязательно men javob beraman.